Men hech kim yo'q joyning o'rtasiga katta doira chizdim va bu bizning tasodifiy obunachimiz. Agar u shu doiraning ichida 100 kun yashab qolsa, unga $500,000 beramiz. Doiraga kir va 100 kunlik sanash hozir boshlanadi. Timer ishlayapti. U 100 kun davomida shu doiraning ichida yashashi kerak va bu yerda hech narsa yo'q. Kris, men hozir uyni tushiraman. Tushib ketmasa bo'ldi. Bilasanmi, Kris umuman bu narsaga o'qimagan. Gaz pedali qaysi edi? Ehtiyot bo'l zina. Sekin. Xo'sh mana, uyning ichida 100 kunga yetadigan oziq-ovqat, kiyim-kechak va kerakli buyumlar hammasi bor. Voy, bu yomonroq bo'lishi mumkin edi. To'g'ri. Mana bu Shevinning oilasi. Ular so'nggi marta xarlashishiga ruxsat berdim. Kelinglar. Men doiradan chiqayotganimda sizlar shu yerda bo'lasizlar. $500,000 bilan. Lekin sizlarni sog'inaman. Biz ham sizni sog'inamiz. Video endi boshlangani bilan allaqachon his-tuyg'ularga to'la. Omad Shevin, 500,000 garovda. Xayr, yaxshi qoling. To'g'risi, biroz hayajondaman, ammo 300 kaloriya. 100 kun hammasini rejalashtirish kerak. Ovqatni joy-joyiga qo'yaman, kiyimlarimni tartiblayman. Bir kecha o'tdi. Endi 99 kun qoldi. Keling, endi hammasini tartibga solamiz. Bu keyingi 100 kun davomida yeydigan ovqatlaring. Agar bularni 50 kunda yeb tugatsang, bo'ldi, o'yin tugaydi. Dastlab qaraganingda juda ko'p bo'ladi-yu, lekin joylashtira boshlasam unchalik emas ekan. Biz uning har bir harakatlarini 24 soat davomida kuzatadigan o'nlab kameralar o'rnatdik. Agar u shu qizil chiziqni bosib qo'ysa, darrov bilamiz. Men mag'lub bo'lmayman. Hech kim meni o'yindan chiqara olmaydi. U hali ham biz bilan gaplashyapti, lekin biz treyler tashqarisidamiz. Chimi shu yerdami? Yo'q, ular chiqib ketgan. Voy, men uni yomon ko'raman. Kris uyimni mukammal joyga tushirgani uchun dushimdan suv oqmaydi. Rahmat senga, Kris. Endi 100 kun shunga chidashim kerak. Bugun osmon bulutli, sabzavot ekish uchun ayni payt. Voy, oz qoldi. Men yurayotganimda juda ham ehtiyot bo'lishim kerak. Chunki shu qizil chiziqni bossam, o'yin tugaydi. Bu chiziqni bosish o'lim. Endi o'rtadagi yog'ochlarni olib chiqaman va shunaqa kichik ikkinchi joy qurmoqchiman. Shevin, men keldim. Qalaysan, yaxshimisan? Bir daqiqa. Bu nima ekan? Bu Cheerios-ku. Shu bitta donni 100 kunga yetkazmoqchimisan endi? Bilardim, albatta. Men hayronman. Shevin qanchalik tezda o'ziga kundalik tartib o'rnatib oldi. Rasmiy ravishda 10-kun boshlandi. Kechirasiz, kiyimim g'alatiroq. Hozirgina shokolad fabrikasini sovg'a qilib yubordim. Men Shevinni topa olmayapman. Shevin, hojatxonadamisan? Men topdim. U aniq hojatda. Qalaysan, sen shu yerda ekansan-ku? Har 7 kunda o'zimning vaznimni o'lchab yurib, men buni kutmagandim. Videoning oxirida mendan $500,000 va mukammal tana bo'ladi. Shubham yo'q. Aytgancha sen zo'r ketyapsan, do'stim. Rahmat. To'g'ri gapirdi. Bugun men bog' yaratmoqchiman, lekin bu safar uni o'lim chizig'idan chicha uzoqroq quraman. Bu pulni yutganimdan keyin fermani to'liq quyosh energiyasiga o'tkazmoqchiman. Mening fermam haqiqiy Tesla bo'ladi. Bu mening orzuyim. Shu narsani o'z fermamda amalga oshirmoqchiman. Shunchaki shu doiradan chiqib, pulni olishni sabrsizlik bilan kutyapman. Jimmy hozirgina aytdi, tornado xavfi bor emish. Mening bechora pullarim uchib ketyapti. Shiftimdan suv otilib chiqyapti. Yomg'ir juda ham qattiq yog'yapti. O'ylaymanki, esalomon keyingi kunga o'tib olamiz. Orqamizda turgan odamni ko'ryapsizmi? U doira ichida 16 kun yashayapti. Esingnami ovqatsiz yashayman degan challenge videoing? Ha, albatta. Ikkinchi qavatga chiqib ko'rdingmi o'zi? Yo'q, chiqmoqchi bo'ldim, lekin u joy juda tik. O'ylaymanki, ular uyni buzib yormaydi. Agar shu yerda jim tursam, ular bir-birini asabiga tegishadi. Men esa tinchiman. Xo'y, nega to'xtadingiz? Davom eting. Yo'qol Jimmy, biz endi boshladik. Biz zerikdik, bizni chiqar. Avval bir haqiqatni ayt. Beast Mr. Uzubi seni videolaringga zo'r dublyaj qiladi. Obuna bo'lib, to'g'ri, mayli, endi bularni tushiramiz. Kecha bolalar uyimni butunlay chalkashtirib tashlashdi. Endi hovlim oyna siniqlari bilan to'lib ketgan. Juda ham asabiylashtiradi. Men juda ham asabiylashyapman. Chetler, qalaysan? Qo'rqyapman. Biz hozirgina shu attraksionni g'ildirakni atigi 2 soatga o'rnatdik. Sen sinovning 25% ni tugatganing bilan tabriklaymiz. Shuning uchun biz senga butun boshli karnaval olib keldik. Ajoyib.
bu naqadar maroqli, men uchun emas. Shevan, sezyapsanmi, bu juda ham sekin aylanyapti. Ha, bu juda ham zerikarli. Men juda ham zerikdim. Bugun kiyimlarimni tartiblayotgandim va ularning orasidan eng kichkina qizimning yozgan kichik xatlarini topib oldim. Bu musobaqa juda katta qurbonlik. Axir farzandlarim bilan o'tkazadigan yozlarim soni cheklangan-ku. Menda 4 ta farzand va bir rafiqa bor va bu 18 yilning ichida eng yolg'iz qolgan vaqtim bo'ladi. Ovqatni tejash. Bu omon qolish davri juda ham og'ir bo'ladi. Lekin agar men bu yerda taslim qiladigan narsa bo'lsa, bu yolg'izlik bo'ladi. Bu haqida o'ylagim ham kelmayapti. Bir narsa aniqki, Gordon Ramsey ham men bilan tenglasha olmaydi. Axir men unga atiga 300 ming kaloriya berganman-ku. Yolg'izlik jonga tegdi. Atiga 30 kun yashadim. Ertaga 31-kun. Hammaga xayr. Bu men qilgan birinchi yomon qaror bo'lishi mumkin. Bu bir dasta qoldiqlar xolos. Faqat xavfsizlik uchun bularni qaynatyapman. Hidini aytmasa ham bo'laveradi. Ha, mening tepamda kameralar turibdi. Jimmy bilgan, bu 100 kunlik sinovda kiyimsiz uxlolmayapman. Hammaga salom. Biz hozir Shevanga sovg'a olib ketyapmiz. Buni o'zi ham bilmaydi. Shevan, uydamisan? Ha, albatta hozir. Kelinglar. Biz sizni juda ham sog'inib ketdik. U juda ham xursand. Ular senga sovg'a olib kelishdi va men bu qizchaga, yo'q, dadangga sovg'a olib bera olmaysan deb ayta olmadim. Shuning uchun mayli dedim. Mana ol. Ular nafaqat sovg'a olib kelishdi, balki keyingi 24 soatni sen bilan o'tkazishadi. Voy, rahmat Jimmy. Axir otajon. Bu men chizgan rasmlarmi? Ha, men ularni saqlab qo'ygan edim. O, rahmat sizga. Va yana Shevanning rafiqasi keldi. Shevan oilasini ko'rmaganiga deyarli 1 oy bo'ldi. Shuning uchun men ularga 1 kun va tinchlik berdim. Faqat ular orasida bo'lsin. Kamera ham dam olsin. Va endi ular ketadigan payti bo'ldi. Lekin Jimmy, chin dildan aytamanki, bu hayotimdagi eng yaxshi sovg'a edi. Rahmat senga. Yangi kun boshlandi va bu safar Ryan shu yerda. U butun Amerikani kesib o'tib, menga 1 tiyin olib keldi. Shevan, bilasanmi, o'qilida nima olib kelyapti? 1 tiyin. Ha, bolalarim menga bu haqida hammasini aytishgan. Men bu tiyinni senga ko'ngilocharlik uchun beraman. Ertaga 50-kun va bizda u uchun katta surpriz bor. Lekin unga aytma, xo'pmi? Xayr. Xo'sh, rasmiy ravishda Shevanning doirada yashab qolganiga 50 kun bo'ldi. Shu maxsus kunni nishonlash uchun men ba'zi YouTube'dagi do'stlarimni ham chaqirdim. Ana u chiqdi. Salom bolalar. Oldingda esa $100 ming naqd pul. Agar hozir doiradan chiqsang, hammasi seniki bo'ladi. Men shunchaki shu yerda yotib, yana 400 ming topsam bo'ladi-ku. Ammo to'g'ri. Xo'sh, agar $150 ming desamchi, baribir chiqmaysanmi? Yo'q, albatta. Bu bola menga yoqdi. Xo'p, mayli, shunchaki agar ha deganingda, men bu joyga marsh guruhini chaqirar edim. Va eng zo'ri, men ularga butun tun davomida chalishlari uchun pul to'ladim. Omad senga, Shevan. O, xudoyim. $50 kunni o'tkazdim. Demak, endi orqaga yo'l yo'q. Birinchi 50 kun sinov edi, ammo keyingi 50 kun haqiqiy aqldan ozish bo'ladi. Oh, buni qarang. Rostini aytsam, men bunday tugadi deb o'ylamagandim. Bolalar, tayyormisizlar? Ular hozir yoqishadi. Yoqishyapti, ha, yoqildi. Buni qaranglar, aqldan ozdiradi. Yur, Shevan, yur. Buni qarang. Doiraga ehtiyot bo'l. Ha, yana. Zo'r shou bo'ldi, to'g'rimi? Rostdan ham endi biz ferverk ekspertlari bo'lishimiz kerak shekilli. Bo'ldi, yetadi, to'xtating. Men hech narsani ko'rmayapman. Bu yoqqa keling, bolalar. Xo'sh, eng muhimi bugun 5-iyul. Demak, biz ketishimiz kerak. Ko'rishguncha xayr, biz yana kelamiz. Hammaga xayr. O, rahmat. Endi Jimmy yana nimalarni o'ylab topar ekan? Men biroz qo'rqyapman. Men nima o'ylab topishimdan qo'rqyapsanmi? Ha, aniq. Xohlaysanmi, seni 1 oyga tinch qo'yaman. O, yo'q Jimmy. Sen yo'q bo'lsan, men doim zerikkan bo'laman. Bunga albatta ishon.
Mana oqibatlari. Bir necha marta doira chetiga juda yaqin bordim. Shuning uchun endi o'ylayapman, atrofiga qanday qazish kerak. Agar Jimmy rostdan ham 30 kun qaytib kelmasa, u qaytguncha men butun boshli xandaqni qazib tugatgan bo'laman. Bugun men aralash sabzavotlar va konserva go'shtni yeyapman. Hatto isitmadim ham. Ovqat bu yerda eng katta muammo bo'lyapti. Bu go'sht g'alati hidlanyapti. Men 60 kunlik doirani ichida qilinadigan narsalarni deyarli hammasini qilib bo'ldim. Xandaq qazdim, bog' qurdim, olov yoqdim, orqa tarafga to'siq yasadim va hammasini qilib bo'ldim. Endi esa shunchaki yashayapman. Hech narsa qilishni xohlamayapman, shunchaki uxlashni xohlayman. Mana bu Shevanning uyi. Men bu yerga 30 kundan beri kelmagandim. Hali tirikmikan ko'ramiz. Hazlashyapman albatta. U doiraning atrofiga xandaq qazibdi. Bu odam jiddiy ish qilgan. Keling, holini ko'ramiz. Hey do'stim, qalaysan Jimmy? Meni sog'indingmi? Ha, albatta. Shunchalik hayajonlanyapsanmi? Hatto qo'ling titrayapti. Ha, aynan shunday. Men bilmasdim buni 30 kunga yolg'iz qoldirish bunchalik ta'sir qiladi deb. Ha, mana bu bo'ron oynasi. Bo'ron kelganda shu joyga o'tirib, momo qaldiroqni tinglayman. Ajoyib. Men esa 30 kunda shu videolarni olib chiqdim. Qo'yil. Ko'rib turibsizki, yana bo'ron boshlandi. Endi ishlar jiddiylashadi. Oxirgi 10 kun juda jinnilik bo'ladi. Nima deding? Jota eshitmay qoldim. To'g'risini aytsam, 30 kunlik sinov men uchun qiyin bo'ldi deb o'ylagan edim. Ammo u meni hali ham orqada qoldirmayapti. Shevan, tortni yarmini qanday kesasan? Pichoq bilan. Yaxshi. Uyni yarmini qanday kesasan? Xuddi shunday. Qarang, u barcha oynalarni tekshirib ko'ryapti. Uyimizni haqiqatan ham yarmiga kesadimi yo'qmi deb. U nimaga shunchalik tekshiryapti? Men Jimmyni hazilini tekshirib ko'ryapman, lekin keyin tashqariga qaradim. Ha bolalar, uyni yarmidan kesamiz. Qani boshlang. Sen rostdan ham uyimni yarmidan kesasanmi? Men 5 daqiqa oldin buni haydashni o'rgandim. Eslatib o'taman, hammasi bundan keyin yanada qiyinlashadi. Ha, albatta. Ehtiyot bo'l. Buni qarang, kesildi uy. Shevan, uyingni qara. U aqldan ozgan. Men buni ishlaydi deb o'ylamagandim. Bu ish zo'r bo'ldi. Bir necha kundan keyin bu uyni yoqib yuborishingiz ham mumkin. Agar men biror narsa qilmasam. U aqldan ozgan. Bugun og'ir kun bo'ladi. Hozir 9 kun qoldi. Qancha vaqt o'tganini ham eshitkim kelmayapti. Jimmy yaxshi o'ylagan, lekin men baribir qolaman. Juda ham zerikib ketdim. Men keldim. Shevan, agar hozir darrov chiqsang, senga $250 million beraman. Bilaman, juda issiq. Men senga chiqish yo'lini bermoqchiman. Bugun 38 gradus, lekin hozir taslim bo'lgandan ko'ra o'lishni afzal bilaman. Rostdan, albatta. Xo'sh, ko'ramiz ertaga qaysi holatda bo'lasan. Men sizlarga ruxsat beraman. To'liq tentak rejimini yoqing. U yerda nima bo'lyapti? Bu ovoz faqat Chandler'niki bo'lishi mumkin. To'g'ri. Bular aqlni ozganmi? Albatta. Bu nima qilganingiz? Foydasiz. Shevan, buni qara nima qildim. Voy. Men xursandman. Endi haqiqiy rassom bo'ldim. Menimcha ular taslim bo'lmaydi. Yomg'ir juda uzoq vaqt yog'ib turibdi. Shevanning asabiga tegish uchun doira atrofiga katta karnaylar o'rnatdik. Eng yomon tomoni shuki, ular vaqti bilan to'xtaydi va yana ishga tushadi. Qanday qilib o'chirsam bularkini? Men endi qayta ishlangan ovqatni hech qachon yemayman. Juda issiq. Qarang, ana uyni ko'ryapsizmi? Uyni butunlay o'rab olib, hech narsa demang. Olg'a. Bu zo'r bo'ladi. Yaqinlashmang. Mana eshitayotgan bo'lsangiz, boshingizni qimirlating. Agar tuni bo'yi qolib bersangiz, har biringizga $1000 beraman. Meni qo'rqitishyapti. Agar umuman chiqmasangiz, $2000 beraman. Endi ertaga kelamiz. Masxarabozlar hali ham shu yerda turibdi. Qo'shimcha xavfsizlik kabi. Endi uxlaydigan payt bo'ldi. Seni doira ichida qoladigan vaqting 24 soatdan kamroq. Shuning uchun endi uyingni buzamiz. Rostdanmi? Boshlayver. Buz. Albatta.
Bu maroqli ekan, ishoning. Ha. U mazza qilyapti. Yo'q qilishsin. Bu juda ajoyib. Vayron qilish shu yerda tugadi. 19 soatdan keyin ko'rishamiz. Taymerni ko'ryapsizmi? Ana u yerda. Ularni anchadan beri ko'rmaganman. Hozir his-tuyg'ularim juda kuchli. Pul bu biz hayotimizni almashtiradigan narsa. Men hayotimning 1/3 qismini $500,000 ga almashtiryapman. O'zingni qanday his qilyapsan? Men hozir o'zimda basman. Yaxshi, men syurprizni tayyorlatganimda shu xonada tura olasanmi? Ha, albatta. Men hayajonlanyapman. Men ularning ovozini eshityapman. Hammangiz tayyormisiz? 10 dan sanaymiz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Qani chiq. O xudoyim. Bu rasmiy 100 kun tugadi. Qizil chiziqni bos. Aldamayapsanmi? Yo'q, bosaver. Bu o'tdi. Men sizlarni sog'indim. Xo'y, yaxshimisan? Meni sog'indingmi? Mana senga $500,000 chek. Bu 100 kun ajoyib o'tdi, lekin rostini aytsam, tugaganidan xursandman. Biz ham xursandmiz. Beast Mr. Uzbek kanaliga obuna bo'ling va like bosing. Bundan-da qiziq videolar hali oldinda. Bu 100 kun ajoyib o'tdi, lekin rostini aytsam, tugaganidan xursandman.